Do'stlar, bugungi ishimiz avida metan sinfiga olib qo'ygan mashinalarimizni birin-ketin sinfga qilib bermoqdamiz. Birinchi mashinamiz Gentra 90 talik bilan metan sinfga qilib berganmiz. Keyingi mashinamiz Cobalt, bunga ham metan sinfga qilib bermoqdamiz 90 talik bilan. Uchinchi mashinamiz Tracker, bunga ham metan sinfga bo'lmoqda. Keyingi mashinamiz esa Cobalt. Sinfkasi Cobaltga qilib bergan jihozlarimiz X original reduktor, X farsunka injektorimiz, miyasi Kofas 200 Polsha miya, original miya. Bunga 90 talik bilan sinfga qilib berganmiz. Va tashqarida ham bir nechta mashinalarimiz bor. Aksiya munosabati bilan bugun ishimiz avjida. Kimga metan va propan sinfkasi kerak bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.